Xo'p, assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar, bugun xudo xolasa YouTube kanalimizdagi yangi video chiqadi. Bugun xudo xolasa, bugun biz Sifon qishlog'idan Log'on qishlog'igacha yugurib boramiz. Orada Lashkarga ham kirib o'tamiz. O'rtadagi masofa hozircha 18-20 km atrofida ko'rsatyapti, lekin biz yugurib, kerak bo'lsa, yurib bo'lsa ham Log'onga peshkom boramiz bugun. Biz chasga yetib keldik, mana. Hozircha shatamiz. Kobolat hozirgi vaqtlarda hamma yo'q mana shu yerda kobolat. Kobolat. Hali Taysonning gaplari kobolat bor-ku, mana shu yerda qo'ydim-da, hamma yo'qdan kobolat. Noylar biz mana chasdan o'tyapmiz. Bu taraf Sifondan kelish, bu taraf Varigdan kelish. Hozir bu taraf Lashkar tarafga o'tamiz. Chunki lashkarlar rosa ko'p yozishida shu maktabda oldiga kelib bitta rasmga tushib keting deydi-ki, boraylik, ashaqa bitta rasmga tushib ketaylik, lekin birovlar. Radnoylar mana Lashkarga keldik. Hozir kiramiz endi. O maktab tarafiga borib yana qaytib kelamiz. Radnoylar biz hozirgi vaqtda Lashkar qishlog'idamiz. Mana shu ko'chalarni sekin videoga olib obzor qilyapmiz. Bo'ldi, ashad bo'lsa ashaqa boramiz-da, maktabda oldiga borib. Sekin qaytib kelamiz. Shu maktab bo'lsa kerak. Radnoylar biz hozir Lashkardan chiqdik. Lashkardan chiqib, mana shu zapravkani hamma bilsa kerak, unda hafsan Samsung ekskavatorlar turadi. Hozir biz endi yangi Mo'yan tarafga ketyapmiz hozir. Biz hozir yangi Mo'yandan, ya'ni Lashkar tarafga ketayotganda, mana shu yerda yangi moyka ochilgan, o'shani hozir azor qilamiz bilan. Xo'sh, bitta sammoyka. Manimcha hamma bilsa kerak, yaqinda ochildi, bitta. Xolos mana shu 3 boksdan iborat ekan, moyka. Xolos kelorasan mana shu yerda. Hamma narsasi bor ekan, bemalol mana shu yerda ishlasanglar bo'lar ekan. Pelesoslari. Haliga bo'ylantiruvchi hidini tashlaydi mana bunda. Har xillari bor mana. Zo'r atirlari, Lacoste, Chanel. Xolos, haliga nima deydi? Bo'ylantiruvchi hid tarqatadi. Tutun bor-ku, ana shunaqa narsani tarqatadi. Manzil bu tarafga ko'rsat. Manzil, xo'p, yangi Mo'yan Quvasoy tarafdan kelayotganda, bu taraf, ya'ni Sifon Lashkar tarafga borayotgandagi yo'lni mana shu yerda ma'lum ko'rsatadi. Mo'yka. Radnoylar biz yuqori Mo'yanga keldik. Mana xo'p, bugungi safarimiz davom etmoqda. Radnoylar Quvasoy tarafdan kelayotganda, ya'ni o'sha Sifon tarafga borayotganda, shu yuqori Mo'yanda mana shu yerda somsaxonamiz bor. Buradan o'sha yerda obzor ketamiz hozir. Xo'p, qanaqa somsalari bor? Telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Bu oltani somsa. Narxlari qanaqa aka? Yarim kilo olinglar 35.000. Ana kattalarimi? Xo'p, narxlari-chi? Qo'y go'shtligi 37.000. Sho'rosi ham bor-a? Bor, kichkinalari 10.000, yosh kichkinalar jupi 20.000. Mana bu o'rtachalari 25.000. Hammasi go'shtimi? Hammasi go'shtli. Zo'r, oltariq somsa. Toza go'sht. Ya'ni o'sha yuqori Mo'yanda sizlar oltariq somsa sizlar hamma biladi. Mana bir komanda bo'lib ketishyapti bular. Choyxonaga. Biz hozirgi paytda Mo'yandamiz. Xo'p, radnolar biz hozirgi paytda Qizil Asgardamiz.
Xo'sh, sizlarga yana bitta narsani aytmoqchiman. Xullas, mana shu videoda, ya'ni shu Sfondan boshlab mana shu Log'ongacha kelayotgan barcha qishloqlarni videoga olib, agar reklama qiladigan joylar bo'lsa, reklamasini qilib ketyapmiz hozirda. Hozir 2-3 ta joylarda reklama qilib ketdik. Tekinga YouTube kanalimizga qo'yamiz bu narsani. Bemalol bafurja ko'rishlaring mumkin. Radnoylar, sizlarga bitta taklif, ya'ni shu Qizlaskarda mana nomerlari 50 104 4585 bu yerda katta mashinalarning moykasi bor ekan. Avtomoyka yuk mashinalar uchun. O'sha furalarda yuvadigan moyka bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Radnoylar hozir Qizlaskarga kelayotganda mana shu do'kon. Xo'p, avtozapchastlar sotadigan do'kon. Xolos yonida boshqa xizmatlar ham bor. Hozir ichkarida quramiz sizlar bilan. Anada Svet xolos avtomobiliga oid qanaqadir zapchastlar kerak bo'lsa, hamma narsa bor. Xolos, kimga kerak bo'lsa, mana pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzil Qizlaskarda, o'sha qabristonning to'g'risida. Xo'p, radnoylar, sizlarga apalovka, mishalka, lesa, shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa, qurilishga ishlatiladigan mana shu nimada Qizlaskarda pasat. Mana shu akamizga o'chiraverasizlar, xolos. Raqamlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Radnoylar, mana narxlari. Radnoylar, biz poyezd yo'liga keldik. Uje ozgina qoldi. Quvasoy shahriga yetib keldik, pashtisdan bo'ladi. Hozir Quvasoyga kiramiz. Oylar, kimga shlaka blok kerak bo'lsa, mana pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Bruchatka kerak bo'lsa, bunaqa bruchatka ana o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Biz hozir Quvasoy shahriga kelyapmiz. Duch kelgan narsalar YouTube kanalimizda reklama qilib ketyapmiz yo'l-yo'lakay. O'shanga hammasini sizlarga foydali, manfaatli bo'lsin deb o'sha narsalarni izlab yurmanglar deb men sizlarga taklif qilyapmiz. Mana shu yerdan Quvasoyda o'sha poyezd yo'lidan o'tgandan keyin katta moyka bor. Bu ham katta yuk mashinalarini xolos moyka qilishadi. Radnoylar, biz Quvasoy shahriga yetib keldik. Haliga she'rda aytdi sizlarga, daryoyingda suvlar oqsa, kolalaring ichmasman. Toshkent qancha go'zal bo'lmasin, Quvasoyimdan kechmasman. Quvasoy shahriga yetib keldik, radnoylar. Xudo xolasa, yana Log'onga ancha bor. Shunaqa. Shohimardon soylarida erimaydi qor. Radnoylar, biz o'zi Quvasoy shahridan chiqib ketyapmiz mana o'zi. Lekin hali ham Quvasoyda nima deydi? Qor bor, hali aytadi-yu, barf bor. Quvasoy shahridan chiqyapmiz. Bu taraflarda qor erishish oson qiyin. Bir qor yoqqanda bir hafta, 2 hafta turadi. Log'onga safarimiz davom etmoqda. Radnoylar, menimcha hamma inson mashaqqatda bo'lsa kerak, ya'ni vatanparvar. Hatto endi pravaga o'xshadi ko'proq, toifa kategoriyalar bor. Shu Quvasoy shahridan chiqqandan keyin o'sha Log'on tarafga borayotganda oxirgi joy zdaniya. Shu bag'i tog'lar boshlanib ketadi. Adarlarda usta hali ham qor. O'sha Qor City deyshadi, yo Qor City mana shu yerda. Radnoylar, biz o'sha mana shu adirlarda o'rtasidan chiqib, mana shunaqa Navoiy degan joy bor ekan shekilli. Ashaqqa yetib keldik. Hozircha menimcha shu to'g'ri ketamiz yana.
xudo xolasa Log'onga safarimiz davom etmoqda, ozgina qoldi. Xo'sh, radnoylar biz hozir mana shu adirlar bo'ylab sekin Log'on tarafga ketyapmiz. Menimcha ozgina qoldi yana. Shetda oz bo'lib kelyapmiz. Ko'pchilik bizni taniydigan odamlar signal chalib ketishyapti. O'shalarga kattakon rahmat, bizni taniganlari uchun. Xursand bo'ldik. Radnoylar уже Log'onda yo'ldamiz. Radnoylar, biz finishga yetib keldik. Dara Log'on bara, Dixtarakoy xushru dora. Ay mana Log'on yetib keldik.